Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Namanganda yana bir yangi obyekt ish boshladi. Qisqacha ma'lumot. Hop, shu mana obyektda zinapoylarni qilib beribdi. Oldinroq mana yog'ochli zinapoy bo'lgan ekan bu yerda. Polni buzib tashab, boshqa yerdan o'zimizni standart qilib beton zinapoy qo'yib beramiz. Bog'da ham zinapoy bor. Bog'da ham mana zinapoy bor. Bularni polni tashab uni o'zi olish boshladi. Hop, zinapoyimizni o'zi hisob-kitob qilib razmerini chiqarib oldi. 14 sm ga 30 sm dan chiqib tushishga qulayroq bo'lib 14 pog'ona chiqadi. 5 metr plashadasi bor. Bog'da ham xuddi shunaqa zinapoy o'zi apalka taxtalarni olib keldi. Taxtalarni bozorda olib chiqdi. O'zi armatram yetib kelibdi. Xudo xolasa sifatli qilib, chiroyli qilib, joyiga yarashadigan qilib zinapoyni qo'yib beramiz. Ishlarimizni kuzatib baho berib turasizlar. Xizmatli bo'lsa telefon raqamga aloqa chiqaverasizlar. Sifatli qilib, joydan kelib chiqib, zinapoya ishlarni qilib beramiz. Bu yerda stachkalar ham bor. Keyinchalik stachkalarni ham qo'yib berishga dogovor qilib qo'ydi. Kuzroqda stachkalarni ham qo'yib beradigan bo'ldi. Xo'p.